Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xanim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut şirketida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Ishanmi Ostona xalqining qo'zg'alib ketishidan, shu sababli taxt saltanatga xavf yetishidan ansirab, bu peshqadam amirga so'g'uq qo'lini uzatmay ilojsiz tayid kutib Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Ishanning Oqsuga qochib ketib, Oqsuning noib amiri Shahzoda Ismoil xonning homiyligiga erishishi va nurg'ulg'an Soqiya murtlarining qochib berib Oqsuga to'planishi Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Ishanning o'g'isini qaynatib, ko'ngil oromini buzib o'tgan edi. Shunglashqa, ular 2 yildan beri aholini lashkariy majburiyat o'tashga zo'rlab, Oqsuga jazo yurish qilish uchun 2 tumandan ortiq lashkar to'plab mashq qildiryapti. Bu yil bahor kirgandan beri ularning lashkariy hozirliklari barg'on sari kuchayib beryapti. Har qitimlik o'rda kemishida Oqsudagi Soqiyachi osiy murtatlarni jazolash tadbirlari muzokara qilinmay qolmaydi. Bir kuni atiganlik qubuldan keyin Shahzoda Yo'lbosxon Ostona amiri Mirza Bobobayning buyuk Saidiya xonligi uchun ko'rsatgan katta tuhfalarni bir oz maqtagandan keyin uning ko'rsatgan ajr tuhfasini tortiqlash, iqtidorini texmi yaxshi joriy qildirishga sharoit hozirlab berish uchun uni arkoniy davlatlik martabasiga ko'tarilganligi haqida yorliq jakarladi. Kutilmagan bu katta shon sharafdan Mirza Bobobay bir hazo tush ko'rgandek bo'lib turib qoldi. O Sultan Abdullaxon davridan boshlab hech qanday bir amirni arkoniy davlatlik martabasiga ko'tarmay, bu katta martabani o'zining xonlik martabasiga birlashtirib hokimiyat yurgizib kelganligini obdan biladi. Endi Sultan Yo'lbosxon qoidani buzib, bu katta martabani Mirza Bobobayga taqdim qilib qopda. Arkoniy davlat Mirza Bobobay oliylari yarliq topshirib olg'ay deb to'lidi. Yorliqchi elig'icha xayol surib turib qolgan Mirza Bobobayga qarab, xon oliylarining shafqatiga hashqalloh dedi. Mirza Bobobay yorliqni beshidan egiz ko'tarib, Beliqut xazinasi Ostonaning amirligini, qo'shimcha Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkarligini hozircha Qutbul Ahtob Pir Buzurik Xo'ja Hidoyatullo Ishan hazratlari vaqtliq ustiga olg'ay dedi Yo'lbosxon og'zaki yorliq chakarlab. Yorliqni anglab Hidoyatullo Ishan mamnunlik bilan chiroyiga kulgi yugurtib qamarlab qo'ydi. Ammo arkoniy davlatlik yorlig'ini tutib turgan Mirza Bobobay tuyuqsiz beshidan bir chelak so'g'uq suv quyib o'tgandek ko'chib ketdi. Yuragi dukurladi. Mirza Bobobay shu kuni o'rnidan chiqqandan keyin qasrga qaytib kelib uzoq o'ylandi. Buning ustalik bilan qurilgan bir to'zoq ekanligini tushunib oldi. Oqsuga yurish qilishga tamshilib turganda orqa safdan xotirjam bo'lolmay Hidoyatullo Ishan bilan xili uzoq bosh qotirib yurib, mana mushu arkoniy davlatlik kiylisini o'ylab topgan edi. Ostona amirligi, Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkarligidan iborat ma'muriy va lashkariy huquqdan ayrilgan Mirza Bobobay tabiiy yo'sinda atrofidagi sadoqatman qo'llovchilardan yiroqlashadi. Arkoniy davlatlik martabasi amaliyotda bir nomi ulug', supurisi quruq mansab edi xolos. Bundaq ahvolda Mirza Bobobayning kallasini har qachon og'il bo'ladi va bu ishdan uni qo'llovchilari o'z vaqtida xabar topolmaydi. Uningcha Hidoyatullo Ishan Ostona muhofazachilar qo'shinining sarkardalarini almashtirib ulguradi. Mirza Bobobay mushularni o'ylab yetganda yana bir qatim qattiq cho'chidi. O'zining mashar kunning yiqilib qolganligi ishondi. Bu aloqadan qutulishning biror apchil chorasini tepish uchun o'rniga betob bo'lib qolganligi haqida ma'lumot yo'llab etib, uydan chiqmay yetib oldi. Bu jahonning koridan tashlab qochqin bordan debla, amir axir dedi Mirza Bobobayning bayonlarini anglagan Ismoilxon kulib ketdi.
Ya Hazrat, bu Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Eshonning yeli mikri nima degan ko'p, ha? Voy, shuni desizlar oliylari, dedi Mirza Boborbek piyoldagi sovib qolgan choydan o'tladi. Oqsuvi kelib, janoblarni panohidash qaroriga kelgandan keyin Ostona qo'g'idagi sarkardilarning yordami bilan bola chaqamni elib, o'dilib bu tarafga yugurdi. Balki Yo'lbosxon mening qochqinimdan kechikib xabar topgan bo'lsa kerak, yoki qo'g'lab kelgan lashkarlar yetishilmadimi ta ularga yo'liqmadi. Her narsa bo'lsa, Alloh egam tinch amonlikni berdi, dedi Ismoilxon xo'sh bo'lib. Sizlar bundoq bexabar bo'lib o'tirishib bo'lmaydi, oliylari, dedi Mirza Boborbek muhim bir ishni esiga. Yo'lbosxonning jazo yurish qilg'uchi qo'shini Oqsuga qarab yo'lga chiqib bo'ldi ehtimoli. Darhol hozirlik ko'rib qo'ymasiz bo'lmaydi. Xotirjam bo'lsa, amir janoblari, dedi Ismoilxon chiroyini o'zgartmay. Bizning tayyorliklarimizni xelidan beri kutib qolgan. Yo'lbosxon kelmasimi, men borabdi. Hozirli farmon chiray. Oqsu lashkarlarimi bugunli Ostonaga qarab atlansin. Zinhor unda qilmag'aylar xonata, dedi bayatdan beri eshik tubida bularning parig'ini anglab turgan Malika Muhtaram xonim bo'sig'idan atlaydi. Biz Ostona lashkarlarining kelishini kutaylik. Uzun yo'l besib, yerib charchab holdan ketgan lashkarlarni mag'lub qilmoq texmasa. Oy, bu Malika Muhtaram xonim emasmi? dedi Mirza Boborbek o'rnidan turib Malikaga ehtirom berdi. Rost aytdilar Malika. Biz lashkarlarimizni yo'l mangdirib hozirib qo'ymaylik. Mayli, shunda qilaylamsa, dedi Ismoilxon qo'shildig'ini bildirib va Malika Muhtaram xonimga qarab ko'rdi. Men texe Malikamni jangnomalarni so'zlashni biladi deb o'ylab ekanman. Lashkari tadbirdimi istidodi bor emasmi? Malika jangbozlikqa mohir, dedi Mirza Boborbek va Ismoilxonga ayni yeri Malikaning Hindukush Mirza bilan Qashqarga jazo yurish qilib berib, qizining u tarafidagi soyda Mirza Yusufbekni o'qiya etib yiqitib, nayzi sanjib o'ltirganligini hikoya qilib berdi. Bundoq islom bormi-texe? Ajab menga so'zlab bermabsizga qizim, dedi Ismoilxon. Sizlardan jangga qatnashmaganligimni so'ramagan do'stlar, yana texe ha degandila meni yo Malikaga, yo Shahzodaga o'xshamaydi deb tanbih beryapsizlar. Bu ishlarni qandoqmi deb beray sizlarga? Malikaning bu so'zini anglab Ismoilxon bilan Mirza Boborbek qaqoqlab kulib ketdi. Anglayotganlar Belikut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ostona. Atiganlik qobulga chiqqan Sultan Yo'lbosxon Shohinshinga salomga kelgan o'rda arkonlarining orasida arkoni davlat Mirza Boborbekdan boshqa yana bir qancha amirlarning yo'qligini ko'rib ajablandi. Bir qancha amirlar salomga kelmabdi-ku, so'radi Yo'lbosxon qopqini turib. Xon oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi divondagi oldiga chiqib xonga tavazzu bilan salom qildi. 3 kun avval arkoni davlat Mirza Boborbek janoblari betop bo'lib qolganligi uchun o'rdaga kelinmaydiganligi to'g'risida ma'lumot yo'llabdi-ki. Buningdan xabarim bor, dedi Yo'lbosxon qo'lini shildi. Boshqa amirlarchi? Ularmi betop bo'lib qoldi. Tülgünkeç ma'lumot yo'llagan edi. Shundaqmi? Yo'lbosxon gumonsirgan holda o'rda arkonlariga takshi nazar tashladi. Bugun Shohinshinga salomga kelgan amirlarning hammasi degidek Yo'lbosxonga ergishib Qashqardan kelgan yoki Yo'lbosxon yangidan mansabga tayinlagan amirlar bo'lib, dadisi Sultan Abdullohxon mansabga tayinlagan ko'ni amirlardan birimi yo'q deb qiladi. Bu ish uni birdilla gumonga soldi. Tova, bularning hammasi tangli og'rib qolmagandir yoki
birer oyun oynayatamdı bana bu toydurmay. Yakından beri Aqsoğu leşker tartışışı bilen bir az aldıraş bulup gelip, ulağı boğan nazaretini suslaştırıp koydu. Aslida Aqsoğu leşker tartışın avval Mirza Bababay qatarlıq bu əmirlərini bir tərəf qıvətamən deb o'ylagan ekanman. To'g'ri. Ularning rost yoki yolg'on bitib qolganligini tekshirib beqish kerak. Yo'q shuningcha biror shumliq planlayotgan bo'lmasa yana. Ularning lashkar va avom ortisidagi inovati bak yuqori. Har holda ehtiyot qilgan tuzuk. Divandagi Sile Bekavulbek bilen bir ağızdan keyin şahani soğuk salamlarını tayyorlab, Erkani devlet Mirza Bababay qatarlıq betap bo'lib qolgan amirlardan ko'ngil so'rab kelsizlar. Yana ordu tevipini billayapsizlar. Ularning qanday kasallik ekanligini bilib kelsin. Tushdan burun bu ahvoldan menga ma'lumot berishinglar. Xo'sh, Bilqut xazinasi. Divan begi bilan Bekavulbek şahani soğuk salamlarını bir neçe mulazimlarga ko'tirib, avval Mirza Bababayning qasriga keldi. Qasr darvozasidagi yo'g'on qulupni ko'rib, bir oz ta'ajjublandi. Atrofdagi qo'lim qo'shnilardan so'raganda, ular Mirza Bababayning nega ketganligini bilmaydiganligini, 3 kundan beri darvozaning ana shunday qulupliqlik ekanligini aytishdi. Shuning bilan ular bu yerdan boshqa amirlarning qasriga berishdi. Ve bularning darvozasining o'xshashli quluplaqlik ekanligini ko'rishdi. Aslida oldingi kuni Ordu qora divonidagi yo'qlamda Mirza Bababayning Erkani davlatlik mansibiga o'tiribla betop bo'lib qolganligidan xabar topgan bu bir qancha kona amir Mirza Bababayning yangi mansab martabasini qutlaqlash ham kesilni yo'qlash bahonasi bilan maslahatlashib, birlikda Mirza Bababayning qasriga keldi. Qasr darvozasiga silingan yo'g'on qulupni ko'rib, dargumanda bo'lishdi. Ammo ortiqcha davron silishmay bu ishning sababini mulohiza qilishdi. Ular Mirza Bababayning Erkani davlatlik katta mansabga ko'tarilgani bilan amaliyotda qo'lda tutib turayotgan xalqning ikki cho'ng huquqidan ayrilib qolganligini, Sultan Yo'lvasxonning Mirza Bababayning qo'lidagi amaliy huquqini tortib olish uchun onun aşındaq qoruq o'stangning mirobligini berganligini xira-shira his qilishgan edi. Mana endi Mirza Bababayning betop bo'lib qoldi deb qo'yib, to'yuqsiz g'oyib bo'lishi ularga berilgan cho'ng bir bishorat bo'lib tuyulgan edi. Mirza Bababay janoblarining qechib ketganligini bilsa, Sultan Yo'lvasxon oliylari qattiq g'azablanadi-juma. G'azablanib bo'ldi qisqo maylite. Dert elimini bizden almışsın deb ensiravatını. Şundaq, orduda asi ketmegen konu emirlerden muşu bir neçimizli qalgan edi. Ahvaldan qaraganda Mirza Bababay janoblari birer şartini oldin ola sezib qalgan o'xshaydi. Tova, emir janoblarining nima qilgani bu? Bizga ko'ngilni xeli yaqin tutib yuradi. Aytmi davatmoqda? Navada özleri aşındaq bir şərtini aldın ala sezib olgan bolsalar, shundaq qilantilar taqsi. Endi deymina. Mirza Bababay janoblaridan ortiqcha ranjib yurmaydi. Sultan Yo'lvasxonning shumligidan qo'rqib, bizlar emas, butkul Ostona xalqi bir-biriga ishonmas bo'ldi. Ma'qul. Menmi bo'lsa har qaysilariga ishongan bo'lay. Endi biz qanday qilamiz? Mirza Bababayning qoshqonligi oshkorlansa, eng avval bizdek yaqinlarining kallasi ketish yo'q. O'limimizni kutib turamdiq yoki biror amalni qilamdiq? Albatta, bizni qochimizda taqsi. Qachonliqqa? Bugun kechdilar. Amsa gapimizga ortiqcha laquluqlarni olmaydi. Bo'lmasa, xupi payloqchilarning diqqatini qo'zg'ab qo'yamiz. Qasr saroy, mal mulkimiz Yo'lvasxonga qolsin. Bizga jenimiz omon qolsin bo'ldi. Bolachoqlarni-chi? Ularni albatta olamiz. Nega bormiz taqsirlari? Shuni mo deyish olayli. Oqsuga.
Şahzade İsmailxon oliylarining qishig'i borayli. Bilsam bilmasam, Mirza Bobobay janoblarimi shu yoqqa ketdi ehtimoli. Amsa, lazimiz shundoq bo'lsin. Bugun kech ostona qo'voqlari taqilishdan burun chanmog'idek yasinib, jabdunib shahardan chiqaylik. Hammamiz birli qo'voqdan emas, bir necha qo'voqdan chiqaylik. Lashkarlar gumonlanib qolmasin yana. Ma'qulamsa, tog'orchida uchirishaylik. Ular maslahatni pishirib tarqalishdi. Choparmanlardan betop bo'lib qolganligi haqida o'rda divon begiga ma'lumot yo'llashdi. Nima? Hammasining darvozasi quluploqmi-ki? dedi divon begining ma'lumotini olgan Yo'lbosxon Kichchash. Mavi hiylagar o'g'irlarni ko'ring. Oxiri tilini bir qilib, jinini yoqqa ilib qechibdi-da. Vaqtida joylab etmagan gunoh o'zimizda xon oliylari, dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon Yo'lbosxonni boshda sili qilgan deb aybligisi bo'lsa-mu, tilining uchidagi gapni teshig'i chiqaramay. Ul osiylarning kallasini elishni buncha ola kechiktirmasligimiz kerak edi. Endi buzuluq bo'pti mana. Mirza Bobobay degan qo'l tulkini arkoni davlatlik martabasi bilan xudini yo'qtib, bexudlashib qolar deb o'ylab ekanman. Bu ish bilan uning cho'chib qilishini nima bilay? Eliqi masaladagi o'ch tarafidan zaharga chilab tosh ustiga qo'yib qo'ygan quyruq mayni ko'rib, bir balasi bo'lmasa, quyruq turamdi toshda deb o'ylab, qo'rsiq echib ketsimi, mayni yemay aman qolgan qov tulkiga o'xshash. Mirza Bobobaymi to'yuqsiz kelgan arkoni davlatlik martabasidan shubhilanib qolgan gap oliylari, dedi Hidoyatullo Eshon hasratlangan holda. Ularni qo'llab tutishga lashkar mandirayli, dedi lashkari divonning amiri. Ajabsiz, e'tiroz bildirdi Hidoyatullo Eshon. Bekor avar bo'g'inimiz qoladi. Ular tunugun kech yo'lga chiqqan bo'lsa, kechicha ham bugun tushkichi bo'lgan orliqda cho'mildek o'minib mansimi oqsoq maralga yetib boralaydi. Bizning lashkarlarimiz qo'g'lab oqsoq maralga berib bo'g'icha o'l qashqullar Maralbeshidan o'tib ketadi. Maralbeshining o tarafi xon oliylarining tog'isi Ismoilxonning tasarrufidagi zimi. Lashkarlarimiz o'l osiylarni qo'g'lab tutimiz deb Oqsuv tavbasiga qadam qo'ysa, Ismoilxonni sagaklashtirib qo'yamiz. Navoda Ismoilxon biror shapini sezib oldin hozirlik ko'rib olsa, jazo yurish qilib Oqsuvni tasarrufimizga olmoqimiz tashki to'xtaydi. Mayli, ular qassi qechiyversin. Baribir Oqsuvga berib to'xtaydi. Oqsuvni qo'limizga olsak, ularning kallasi baribir bizning qo'limizda degan gap. Ajaldan qechib qutulolmaydi. Nihoyat bir necha vaqt kunning serig'ini ortiqroq ko'rishidi xolos. Xo'ja Hidoyatullo Eshonning mulohizasi Yo'lbosxonning ko'nglidagi tumanni biraqli tarqitib etdi. Oqsug'i yurish qilish ishonchisini texmun bahchimatdi. Qutbul Ahtob tarib uzrihnom deganlari barhaq, dedi Yo'lbosxon mamnunlik bilan boshlashdi. Ondaqda esilachi, ey donishmand pirim, Oqsug'i qachon lashkar tasak bo'lar? Kechiktirishga bo'lmaydi, dedi Hidoyatullo Eshon. Bugun kecha ichkafda o'tirib, avliyo mashoyixlar bilan muloqotda bo'lib, ularning bishoratini olay. Ondan darhol farmon tushirgaylar xon oliylari, lashkarlar atli yo'lga chiqqay. Bo'ladi. Lashkari yurishga ati otlanayli. Ammo ostonni kimga topshirsak bo'lar? dedi Yo'lbosxon o'ylangan holda. Yoki bo'lmasa, hazratlari lashkari yurishning riyozatini tortib yemay, ostoniga o'zlari posibanah bo'lib turamli-ya? Yo'lbosxonning bu taklifi Hidoyatullo Eshonga yog'dek yoqqan bo'lsa-mu, ammo Oqsug'i qechib berib olgan ashaddiy dushmani Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Eshonni o'z qo'li bilan tutib,
kallasini öz xanjari bilan tenidan judo qilish vasvasasi ostonda qilib qilish orzusidan g'olib keldi. O Xo'ja Abdulla Ishonning Oqsudinmi qochib ketib, Saidiya zaminda Sirki Ishoqiya targ'iboti bilan shug'ullanib, o'ziga bosh og'rig'i tepib berishdan xavfsiraydi. O bu qatim Oqsuda Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonni o'z qo'li bilan o'ldirib, Ishoqiya sulkini yer yuzidan pok-pokiz supurib tashlashni niyat qilgan edi. Bu mushaqqatli lashkari yurish riyozatini o'zlariga o'nch tashlab berib, o'zim ostonda xotirjam o'tirib rohat ko'rishga qandoqmi yuzim chidasin, qibligohi. Dedi Hidoyatullo Ishon asli muddaosini yo'shirib, yog'limi tilni ish qildi. Har narsa ko'rsam, oliylar bilan tang ko'rishni niyat qilganman. Ostonning o'rinbosar amiri Xo'ja Sarvoz ishonchli sadoqatdan murtlirimdir. Ostonni shu kishiga topshirsak xotirjam bo'larmiz. Qari ustoz Hidoyatullo Ishonning ostondagi rohatlik turmushdan voz kechib, bu mushaqqatli lashkari yurishda o'ziga hamroh bo'lishga niyat bog'laganligidan ta'sirlanib, Sulton Yo'lbosxonning ko'zlariga liqqidi yosh keldi. Shu daqiqada u dadisi Sulton Abdullaxonni eslayotdi. Dadisi navrilarini o'z qo'li bilan o'ltirib, o'g'lining yuragini dog'lab, ko'zlaridan nadomat yoshlarini oqqizgan bo'lsa, mana shafqatli Ishon pir uning jarohatlangan yuragiga malham bo'lib, ashu shafqatsiz dadisidan chora mehribonligi, kuyimchanligi bilan ta'sirlantirib, ko'zlaridan hayajon yoshlarini oqtirmoqda edi. Yo'lbosxon ashu ikki yurak porisining o'ldirilishidagi birdan bir sababga haqiqiy qotil, qon qarz egisining o'zi avliyo deb cho'qinib chizgan chizig'idan chiqmay, peshida namoz o'qib yurgan mushu hiliga ikki yuzlimichi munofiq va vahshiy jallod Hidoyatullo Ishon ekanligini bilmaydi. Bundoq bo'lishini zinhor xiyollig'im keltirmaydi. Bilib qilishimi mangu mumkin emas edi. Chunki har qanday suiqasdning izini puxtalik bilan pok-pokiz o'chirib odatlangan Hidoyatullo Ishon bu suiqasdlik fojiaga bevosita qo'l tiqqan eng ishonchli, eng sadoqatli muxlislari Molla Soqi bilan Molla Ahmaddan boshqa muxlislarni allaqachon ujuqtirib o'tgan edi. Sulton Abdullaxonda Shahzoda Yo'lbosxonning ikki farzandining qisosi va o'zining shaxsiy o'ch adovati bo'lsa, Xo'ja Hidoyatullo Ishonning oti qisosi bor edi. O ashu yili Qo'sh Gumbazda dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonni Ishoqiyachi sufi darvishlarning zaharlab o'ldirib o'tganligini bilsimi, bu o'limning sababkori ayni vaqtda dadisining salimini qabul qilmay, uni Qashqarga qaytib ketishga majburlagan Sulton Abdullaxon deb qaraydi. Shunlashqa u Shahzoda Yo'lbosxonni kuchkirtib, Saidiya taxtini tortib olishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, Sulton Abdullaxonning haj qilish bahonasi bilan Hindistonga chiqib ketib, omon qolganligidan ko'p hasratlandi. Ha deganda Yo'lbosxonning yurak yarsini taplab, yuragidagi dadisiga bo'lgan o'chmanlik o'tining ustiga yog' chechib, sehr afsullar bilan beshini aylantirib, uni dadisidan qisos elish uchun kaynidan qotil avatib o'ldirishga hadab kuch ko'rdi. Ikki farzandining hasrat firog'ida talbiga aylangan Shahzoda Yo'lbosxon Ishonning ostibdan yo'l ko'rsatishi bilan ikki nafar kalli kesarni nurg'un oltin kumush bilan Hindistonga mangdirdi. Ular ketib, to'liq 3 oy bo'lganda Sulton Abdullaxonning kallasini Xo'rjonga selib akeldi. Dadisining tenidan judo bo'lgan kallasini ko'rib, Yo'lbosxon birdilla esini topgandek bo'ldi. Pushaymon qilib faryod chekdi va oltinlik mozorga dafn qildirdi. Ammo bu fojianing asosli sababkori ashu pir buzurgi Hidoyatullo Ishon ekanligini zinhor xiyolig'imga keltirdi. Texi Hidoyatullo Ishonning soxta mehribonlik ko'rsatib bergan tasallilardan ta'sirlanib ko'ziga yosh oldi. Ishonga bo'lgan hurmat, ixlosi hasilab oshdi. Sulton Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Ishon qaror qilgan kunda
2 tomondan ortiq otliq va piyoda lashkar bilan 1 tomondan ortiq ishqiyachi sufiy lashkarni agashtirib jazo yurish qilish uchun Oqsuga qarab dabdaba as'a bilan yo'lga chiqdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Yo'lbosqon bilan Hidoyatulloh Ishon boshchiligidagi jazo yurish qiluvchi 3 tomondan ortiq qo'shinning Oqsuga yiqilib qolganligi ahvol bilib kelishga avatgan oyg'oqchilar orqali xabar topgan Ismoilxon darhol yovga taqobil turg'uchi 1 tomondan ortiq lashkarlarni otlantirib, Oqsu shahrining sirtidan 50 chaqirim yiroqlikdagi soyda qarorgoh qurib taxt bo'ldi. Shu kuni o'tirishdan avval yetib kelgan Yo'lbosqon qo'shinimi Oqsu lashkarlari bilan 5 chaqirim oraliq qoldirib to'xtadi. O'z qarorgoh Chidir bargohlarini joylashtirdi. 3 tomondan ortiq xon lashkari bu ko'z yetkisiz soyni to'liq egallagan edi. O'z qarorgohidagi kuzatish munorasining ustiga chiqib, yov qo'shiniga nazar tashlagan Ismoilxon shuncha qarabmi, yov qo'shinining oxirgi chetiga ko'zi yetmay, vujudini g'am bosdi. O, yov lashkarlarining bunchola ko'pligini faqatli xiyoliga keltirmagan edi. Nemanchi ko'p lashkarlar bu? Yo'lbosqon butkul qo'shinni boshlab kelgandek qildi. Deb o'zi Ismoilxon bargohi oliga qaytib kelgandan keyin ko'ngildagini yushirmay. Ismoilxonning o'ngi o'chgan chiroyini ko'rib Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning qo'rqinishdan chiroyi totirib, arvohi 40 gaz uçdi. Beshida Hidoyatulloh Ishon qilich tanglab turgandek bilinib, vujudini sovuq ter bosdi. Lavlari titrab, tili gapga kelmay, tasvir siyirayotgan qo'llarimi tuzuk qo'lashmay, titrab turgan diqmoq barmoqlari tasvirning kahravo donichilarini ayirolmay qoldi. Buncha iztirob chekib, sarkarda lashkarlarning jasoratiga aloqat yetkazmagaylar olillar, dedi Mirza Bobobek xotirjamlik bilan. Jangda yemish-yengilish bo'lib turadi. Ammo g'albi nusratni lashkarlarning soni belgilashini atay. Rost deb gapga lo'qma soldi Malika Muhtaram xonim. Uzoq yili xon otam Sulton Abdulloh xon oliylarining farmoni bilan Shahzoda Yo'lbosqonga jazo yurishi qilgandimi? Endi qo'sh mirza janoblari pand ishiltib, ozg'ini lashkar bilan necha hassa ko'p yov lashkarlarini mag'lub qilgan edi. Shundaqmi sarkarda? Shundaq, dedi Ashu qitimliq jangda yazak qo'shinning sarkardasi bo'lgan Shar'ali Bahodir Malika Muhtaram xonimning so'zini tasdiqladi. Jang tadbirini puxta tuzsaklar, uzoq yo'l jafos tortib, yerib charchagan bu lashkarlarni mag'lub qilmag'imiz sas emas. Amsa yaxshi tadbirlar bo'lsa, o'ttirg'i qo'yishmamlar taqsirlari, dedi texnika andisi besilmagan Ismoilxon. Hozirla hujum qilsak, qarinliq qilgan bo'lamiz, dedi Mirza Bobobek o'ylangan holda. Gerçi yov lashkarlari herib charchab ketgan bo'lsa-mu, texi ularning jasorati so'ng'ini yo'q. Lekin hujum qo'ymay qarab tursak, ular bu bir kecha xotirjam uxlab hordiq chiqarib, mag'duriga kelib oladi. Menimcha, bugun kecha ularga orom bermaganimiz yaxshi. Mirza Bobobek Ismoilxonga qarab yepini davomlashtirdi. Lashkarlarimiz kechicha oz deganda 5 marta daqudumba nag'ri sonaylarini chelib, cho'qon so'ran chelib, yov lashkarlarini Oqsu lashkarlari kechidan foydalanib qarorgohimizni bosqin qilgan o'xshaydi degan to'yg'iga keltirib, parakanda qilib, xotirjam uxlab hordiq elvilishiga yo'l qo'ymasa. Buning bilan birinchidan yov lashkarlarga vahim paydo qilib, jasoratni so'ndirg'ili bo'ladi. Ikkinchidan uyqusiz qoldirib, jismoniy jihatdan hordirg'ili bo'ladi. Onundan boshqa, bugun kecha 3 nafar sarkarda har biri 1000 dan lashkar elib, yov lashkargohining o'ng, so'l va orqa tarafiga to'ydirmay o'tib, bo'ktirmib tursa. Ata yov lashkarlari bilan rasmiy tutishgan vaqtimizda
ularga do'mboqcha deb belgi beramiz. Ular do'mboq ovozini anglagan hamon tangli otlanib, cho'qon so'ran selib ish qilgan. Ammo rasmiy tutishmay, yov lashkarlari qo'g'lasa qechib, kayniga yansa qo'g'lab, ularning urush sepini parakanda qilib, atrofimizda bo'ktirma qo'ygan nurg'un oqsu lashkarlari bor o'xshaydi degan gumonga keltirgan. Men mushu parakandilikdan foydalanib, yov qo'shini orsiga kirib, ostona muhofazachilar qo'shinini oliylarga el qildirib bergayman. Mushu tadbir bilan tunji jangdila yov qo'shinining jasoratini sundirsak, keyingi ishlardan g'am yemasakmi bo'ladi. Bu tadbirni anglab Ismoilxonning chiroyiga so'z qon yugurdi. Ol ostona muhofazachilar qo'shinidagi lashkarlar o'zlariga agashmay qo'ysa taqsiri, dedi texnichilik qo'rqinchisi besilmagan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh xon Eshon. Maxtumzoda Parabuzuruk hazratlari xotirjam bo'lg'ay, dedi Mirza Bobobek ishonch bilan. Men uzun yil ashu lashkarlar bilan birga bo'ldim. Ular meni nihoyatim obdan tushunadi. Ularning menga bo'lgan cheksiz sadoqatidan ansirablar. Shahzoda Yo'lvosxon mening arzimas kallamni elishga petinolmagan. Kechicha uda 5 qitim Oqsu qo'shini qarorgohidan yangirgan Baqudumboq, Nag'ru Sonay, Cho'qon So'ran sadosi erib holbin ketgan Yo'lvosxon qo'shinining shirin uyqusini 5 qitim bozib, qattiq vahimaga soldi. Ular Oqsu lashkarlari kecha qorong'usidan foydalanib, qarorgohimizga bosqin qilib kelgan o'xshaydi deb o'ylab, chacharab o'rinlaridan turishib, qo'ral yaroqlarini elib, taqib bo'lganda Baqudumboq, Cho'qon So'ran sadolari birdilla besilib qoladi. Hech ish yo'qligini bilib, qaytadan o'rinlariga kirib, yetib, ko'zlari amdili uyquga ilinsa, yana Cho'qon So'ran sadolari ko'tariladi. Oqsu qo'shinining tun qorong'usidan foydalanib, qarorgohimizni bosqin qilmoqchi bo'lganligi aniq, dedi Yo'lvosxon dakki dukib turgan Hidoyatullo Eshonga qarab. Amsa ol murtatlar Cho'qon So'ran soldi-yu, nemishqa bostirib kelmaydi. Buning bahosi nimada, Abdugohin? dedi Hidoyatullo Eshon hech ishga ahli yetmay. Hidoyatullo Eshonning yo'shurun qaslab odam o'ldirish va boshqa ishlarga hiyla mikri bilan to'lgan kallasi bak ishlagani bilan lashkariy ishlardan, jang tadbirlaridan xabarsiz edi. Ular bizni mushundoq takror parakandlik silish orqali yo qo'rq nari tortqani bilan bostirib kelishga petlanmaydi degan tuyg'uga keltirib, bexud turgan vaqtimizdan foydalanib, ondan hujum qilmoqchi. Yolg'onning oxiri rostga, rostning oxiri yolg'onga aylanur. Ularning bu hiylasini boshqalar bilmagani bilan mendan yo'shirib qololmaydi. Danishmanliklariga ming tasanno xon oliylari, dedi Hidoyatullo Eshon xotirjam bo'lib. Amsa tezroq bir tadbir qo'llanaylar. Yochibek, deb to'lidi Yo'lvosxon mugdab o'tirgan ko'sa amirga zarb bilan qarab. Mugdab o'tirmay, darhol har qaysi qarorgohlardagi sarkarlarga farmon yetkazinglar. Bugun kecha bir mul lashkarning uxlashiga ruxsat yo'q. Barliq sarkarda sarvozlar qo'ral yaroqlarini taqilib, jangga hozir bo'lib tursin. Kimga farmonga xiloflik qilsa, qo'lli selindi. Mugdab qolganlarmi buning ichida? Kechichi o'ri o'ltirgan xon lashkarlarining ko'zlari uyqusizlikdan qon quygandek qizirib ketgan edi. Ularning turqi to'limi ruhsiz bo'lib, to'xtamay qo'ruq asnishardi. Ular bomdod namozini ruhsiz o'qishdi. Sajdaga bosh qo'ygan peticha xo'rakka tushib ketganlarning haddi hisobi yo'q edi. Bu holat Yo'lvosxonning o'g'isini qaynatib o'tgan edi. O o'zining Ismoilxonning vasvasiga selish damiga tushib ketganligini shu chog'da his qildi. G'azabdan tishlarini g'uchirlatdi. Uzoq yo'l besib kelgan lashkarlarni bir kecha orom oldirishni o'ylab,
Tönügün keşte yav leşkerleri bilen uçuraşkan hamın jangga chiqmaganligidan ko'p afsuslandi. Baribir uning leşkerleri aram olmagan edi. Naştadan keyin o'zaro qarorgohlardan 2 chaqirim ilgarilab sap tuzgan 3 tumandan ortiq leşkerning uyquga asir bo'lib, to'xtamay bas-basda asnashlardan bu soyning osmonda g'alati bir sado paydo bo'lgan edi. Leşkerlerning bu holati bilan qandoqmi utuqliq jang qilib bo'la? Dedi Yo'lbosxon ilojisiz qolgan holda beshini qatib. Undaqda bugun chiqmayli. Kunduzda yav leşkerleri tuyuqsiz bosqin qilishga petinanmar. Leşkerler bo'lsa bir uxlab asliga kelib olg'ay. Unda qilishga texim bo'lmaydi o'pirim, dedi Yo'lbosxon e'tiroz bildirib. Bizning ozuq-tulik, yem xeshkimiz cheklik. 3 tumandan ortiq leşker mo'shundoq jang qilmay yetib yeverdigan bo'lsa, tog'ni to'shimaydi. Chaqmoq tezligida jang qilib, Oqsuni fatih qilmaydigan bo'lsak, ozuq-tulik masalasini beshimizga zo'r balo bo'ladi. Qo'shloqdan iborat bu dushmanga taqobil turmoq, oldimizda turgan yovuz dushmanga taqobil turmoqdan bu basi mushkuldir. Undaqda leşkerlerning uyqusini qochirib, jasoratini urg'itishning amalini men qilay, dedi Hidoyatullo Eshon ko'ngliga bir planladik. Oqsu leşkerleri o'z qarorgohlaridan 2 chaqirim ilgarilab sap tuzib bo'lguncha Yo'lbosxon qo'shinining sepidan ko'tarilgan jarri samo sadolari pallakka yetdi. So'pi leşkerler bilan xon leşkerlerdan tuzilgan birlashma qo'shin qo'llarida jang qorallarini mahkam tutganicha hum Allah hum deyishib jarri silishganicha yerga gulib tashlab hari tortishmoq samo usuli o'ynashga boshladi. Her bir topdan 2-3 hofiz bir yerga kelib elib, ovozini bo'ldi degichi qo'yib berib, hukumat o'qishatdi. Boshqa leşkerlar buningga jo'r bo'lib, futkul vujudi bilan jarri silishatdi. Yerga gulib tashlashdi. Jonim qiynab, zuqum chaynab oshiq bo'lg'in, yoshim to'kib, ko'zim solab sodiq bo'lg'in. Ondan keyin dargohiga loyiq bo'lg'in. Canım versen rahim eylese canan olur. Hüm Allah hüm. Tövbe kılıp hakkı yangan aşıklığa, beşik içire tört irta şerbeti var. Tövbe kılmay hakkı yanmagan gafıllağa, tar lehette kattık azap hasreti var. Hüm Allah hüm. Hidoyatullo Eshonning leşkerlerinin ruhini urg'utib, uyqusini qochirish uchun tuzgan bu jarri samo tadbiri tezda unumini ko'rsatdi. Leşkerlar jarri silib to'lashganicha ruhlanib ketib boradi. Yerga gulibitib tashlashlardan ko'tarilgan ochiq sho'r bo'g'oqlar ko'zlariga, ig'iz burunlariga kirib yetishtirdi. Shukirtib, uyqularni qochirib o'tgan edi. 3 tumandan ortiq leşkerning birlikda to'lg'an jarri samo sadolaridan butkul soy titrab, tağu taşla hayvetlik aks sada qayturadi. Qiyomatning bir kuni 50 ming yilcha bo'lur, bu dunyoni sonichi yil, qancha yil bo'lur. Qiyomat kuni 70 yil o'tdi qolur. Tövbe qilgan qullar ko'paymas, muhlati bor. Hum Allah hum. Mana endi Oqsu leşkerleri bu bahimilik jarri samodan sarasimga tushib qolgan edi. İsmoil xonmi ot ustida mag'rur o'ltirgani bilan ichida muzlab ketib boradi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon bo'lsa ot ustidan yiqilib tushib, kulkiga qolmaslik uchun egarning qo'sh beshini 2 qo'li bilan mahkam tutib olgan edi. Jarri samosida terisiga sig'may qolganini ko'mamdigan bu sayni xonqa ko'rib qoldimi bular? Yili ko'rdi tefe. Bu sayning xonqa emas, qabrgoh ekanligini, dedi İsmoil xonning qishida ayni yili Sultan Abdullah xon so'l qilgan yiliqi qori tulparga minib olgan Malika Muhtaram xonim mansitmagan holda. Qarab do'stlar, men ularning bu jarri samosini hozir to'xtadim. Malika Muhtaram xonim shundoq dedi.
kun o'qtandan bir tal sadoqni elib yog'i soldida etini yengil beqindi. Shu hamon qori tulpor yov lashkarlari sepiga o'qdek uçdi. Malika Muhtaram xonim yov sepiga 40-50 qadam orliq qolganda sapning oldidagi ot ustida bahramon o'tirganicha jarri samog'i moslashib beshini oldi kadiga gildinlatib turgan sarkardaning ko'zini nishonlab yoning kirichini qo'yibdi. Vangildab puchib qolgan sadoq bexasda turgan sarkardaning naq so'l ko'ziga berib qadaldi. Eliqi sarkarda yorg'ing'im shirdak dahshatlik o'rkirib ot ustidan mo'lloq etib yiqildi. Shu hamon yov lashkarlarining sepi qalaymi qallashdi. Balakni qushqon jarri samo sadolari bosh tarafdan tashib borganicha asta-asta tövalladi. Keyin butunlay o'chdi. Beliqut şirketida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdim. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilaman. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi